Dunyodagi hammayam kira olmaydigan joylar. Birinchisi, Vatikandagi maxfiy arxiv. Bu joyda 12 asrdan ortiq tarixiy hujjatlar, maktublar va diniy yozuvlar saqlanadi. Arxiv Vatikan devorlari ichida joylashgan eng sirli joylardan biri. U yerga faqat Papa, Vatikanning yuqori ruhoniylari va maxsus ruxsat olgan olimlar kira oladi. Oddiy odamlar uchun kirish mutlaqo taqiqlangan. Ikkinchisi, AQShning Nevada cho'lida joylashgan 51-hudud. Bu AQSh harbiy bazasi bo'lib, yangi samolyot texnologiyalari va noma'lum uchuvchi obyektlar bilan bog'liq tadqiqotlar olib boradi. U yerga faqat harbiylar, muhandislar va maxfiy loyiha ustida ishlovchi ilmiy xodimlar kira oladi. Hatto AQSh prezidenti ham bu bazaga har doim kira olmaydi. Maxfiy darajalarga qarab ruxsat beriladi. Fuqarolar yoki sayyohlar yaqinlashsa, darhol xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatiladi. Uchinchisi, Norvegiyada joylashgan Svalbard urug' ombori. Bu yerda butun dunyo o'simliklarining urug'lari muz ostida saqlanadi. Maqsad global ofat bo'lsa, insoniyatni oziq-ovqat urug'lari bilan ta'minlash. U yerga faqat urug' banki xodimlari va xalqaro ilmiy tashkilotlardan ruxsat olgan mutaxassislar kira oladi. Dunyodagi hammayam kira olmaydigan joylar. Birinchisi, Vatikandagi maxfiy arxiv. Bu joyda 12 asrdan ortiq tarixiy hujjatlar, maktublar va diniy yozuvlar saqlanadi. Arxiv Vatikan devorlari ichida joylashgan eng sirli joylardan biri. U yerga faqat Papa, Vatikanning yuqori ruhoniylari va maxsus ruxsat olgan olimlar kira oladi. Oddiy odamlar uchun kirish mutlaqo taqiqlangan. Ikkinchisi, AQShning Nevada cho'lida joylashgan 51-hudud. Bu AQSh harbiy bazasi bo'lib, yangi samolyot texnologiyalari va noma'lum uchuvchi obyektlar bilan bog'liq tadqiqotlar olib boradi. U yerga faqat harbiylar, muhandislar va maxfiy loyiha ustida ishlovchi ilmiy xodimlar kira oladi. Hatto AQSh prezidenti ham bu bazaga har doim kira olmaydi. Maxfiy darajalarga qarab ruxsat beriladi. Fuqarolar yoki sayyohlar yaqinlashsa, darhol xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatiladi. Uchinchisi, Norvegiyada joylashgan Svalbard urug' ombori. Bu yerda butun dunyo o'simliklarining urug'lari muz ostida saqlanadi. Maqsad global ofat bo'lsa, insoniyatni oziq-ovqat urug'lari bilan ta'minlash. U yerga faqat urug' banki xodimlari va xalqaro ilmiy tashkilotlardan ruxsat olgan mutaxassislar kira oladi. Dunyodagi hammayam kira olmaydigan joylar. Birinchisi, Vatikandagi maxfiy arxiv. Bu joyda 12 asrdan ortiq tarixiy